Ijtimoiy tarmoqlarda videosi tarqalgan uysiz ayol yolg'onchi bo'lib chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan xabarlar olami kanali. Ijtimoiy tarmoqlarda uysiz ayol 7 yoshli qizchasi bilan poytaxt ko'chalarida yashab yurgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Avvalroq Oliy Majlis Senati ham uni nazoratga olganini ham ma'lum qilgan edik. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham mazkur holatga oydinlik kiritish maqsadida Yunusobod tumaniga borishdi va ayolni izlab topdilar. Yunusobod tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Shahzoda Ibrahimova shunday deydi: Biz ko'rganimizda uning ahvolini qoniqarli deb bo'lmasdi. Hamma narsasini aravaga ortib olgan, juda ham tushkun kayfiyatda edi. Shu kunning o'zida ayol va uning qizi yotoqxonaga joylashtiriladi. Masalaga oydinlik kiritilib boshlangach, haqiqat umuman boshqacha bo'lib chiqadi. Ma'lum bo'lishicha, ayolda turmush o'rtog'im vafot etgan, uyim yo'q degan iddaolar bilan insonlar rahmini keltirish fikri uyg'ongan. Aslida ayol Namangandan Toshkentga kelin bo'lib tushgan, Parkent tumanida turmush o'rtog'i olib bergan uy bo'lib, unda o'zi va qizi yashab kelgan. Ayol turmush o'rtog'i bilan ajrashgan va undan aliment olib keladi. Qizcha onasining qistovi bilan ko'chada u bilan birga yashab kelgan. Yunusobod tumani vasiylik va hokimlik organi mutaxassisi Muxlisa Qosimova ham bu bo'yicha izoh berdi. Oila kodeksining 71-moddasiga asosan ota-ona bolaning sog'lig'i va ta'lim-tarbiyasiga e'tibor berishi kerak. Bu ayolning qizchasi 7 yoshda. U maktabga jalb etilishi kerak. Qizchaning hujjatlari hali hech bir maktabga topshirilmagan. Ayol yana shunday yurishda davom etib, odamlarni rahmini keltirib, farzandidan foydalansa, bolani onadan olib qo'yib, vaqtincha bolalarni ijtimoiy himoya qilish va ko'maklashish markaziga joylashtiramiz. Bolani olib qo'yish huquqiga egamiz. Shu kunning o'zida ayolning singlisi va ukasi uni Namanganga olib ketish uchun yetib kelishadi. Ularning aytishicha, Namanganda o'z ota uylarida yashashlari uchun barcha sharoit yetarli. Shu kunning o'zida ayol singlisi va ukasi tomonidan Namanganga olib ketilgan, ammo oradan 2 kun o'tib u qizchasini ota-onasiga qoldirib, yana negadir Toshkentga qaytib keladi. Ayol poytaxtga pul topish hamda bu orqali yaqinlariga yordam berish maqsadida qaytib kelganini aytgan. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'i Maqsuda Xo'janazarova ham vaziyatga oydinlik kiritdi. Ayol bilan suhbat o'tkazildi. Unga jamoat joylarida tilanchilik bilan shug'ullanish uchun jinoiy javobgarlik borligi tushuntirildi va ogohlantirildi. Shunday holatlar ham bo'ldiki, bu bilan bog'liq video tarqalib ketgandan so'ng odamlar yolg'on ma'lumotlarga ishonib, fuqaroga moddiy mablag'lar, telefon, hattoki bir xonali uy olib berish taklifini ham bildirgan. Hurmatli fuqarolar, har bir video lavhani olishdan avval mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib boring. Yolg'on ma'lumotlarni tarqatishdan ogoh bo'ling deb murojaat qilib qolgan.